3. bölüm Zakat. Zakatning sirlari va uningga doir masalalar. Zakat islomning asoslaridan biridir. Alloh taolo zakatni namoz bilan birga tilga ilib deganki, namozni ado qilinglar, zakatni beringlar. Zakatning farz bo'lishi sabablari, turlari va mazmuni fiqh kitoblarining munosabatlik bo'limlarida mashhurdir. Biz bu yerda ba'zi shart va adablarni bayon qilamiz. Zakatning shartlaridan biri va to'g'risi belgilangan narsaning qimmatini emas, o'zini berish bo'lib, qimmatini bersimi bo'ladi deguchilar faqat kambag'alning ehtiyojini qamdashni ko'zda tutgandir. Kambag'alning ehtiyojini qamdash zakatning butun g'oyasi emas, balki qisman g'oyasidir. Chunki shar'iy vojib 3 qismdan iborat. Birinchi, maxsus ibodat qismi bo'lib, hajda shaytonga tosh etish buning misolidir. Buningdagi shar'iy maqsad bandini o'z qulluqni namoyon qilish uchun shu amalni qilishga buyurish orqali sinashdir. Aql uchun bir uchum toshning u yerga etilishi hech ma'no ifodalamaydi. Halbuki inson tabiati aqldan o'tgan narsada ikkilanmaydi va uni qilishga undaydiganlik uchun aqldan o'tgan narsani o'rinlash qulchilik ixlosining namoyandasi emasdir. Asl qulluq aql tegiga yetolmasimi o'rindashdir. Ikkinchi, yuqorqining aksicha maqsad ibodat emas, balki maqsad qiziqtirish va rozilikdir. Masalan, kishilarning qarzini ado qilish, bulangan yoki shuningdek narsalarni o'z egasiga qaytarish degandek. Bu ishlarda niyat va harakat muhim emas, balki haqdarga haqqi qanday holatda yetsa, maqsad hosil bo'ladi va shar'iy hukm ado topadi. Bu ikki qism bir-biriga zid emas. Üçüncü, şeriat buyurgan yuqorqilarning jug'rilmasi bo'lmish amallardir. Ya'ni bandani shaytonga tosh etishga buyurib sinash va haqlarni egasiga qaytarishga qiziqtirishdek har ikki xarakterdagi amallarning mujassamidir. Bulardan eng nozukini, ya'ni ibodat, qulluq g'oyasini unutmaslik kerak. Eng muhimi shu qulluqdir. Zakat dal qulluqning jumlasidan bo'lib, garchi nomratning nisibasi bilan muhtojga hamdamlik maqsad qilinsimi, negizlik maqsad shariatning hukmlariga so'zsiz bo'ysunishdir. Bu nuqtadan zakat, namoz va haj bilan bir qatordadir. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Muxtasar Minhajul Qasidin. İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Og'uz. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.